Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bemorimiz 40 yoshdalar. Bundan 7 oy oldin o'ng tomonlama eshik pasayishlar shikoyat qiluvdilar. O'ng qulog'ini tekshirib ko'rganimizda totalniy perforatsiya, timpanan skleroz, ya'ni tuz to'plangani aniqlandi va biz endoskop yordamida parda o'tirini tiklanganmiz va protez qo'yganmiz. Hozir qayta ko'rikka keldilar. Bitta ko'ramiz. Operatsiya quloqchidan endoskop yordamida bajarilgan. Tashqi tomoni kesma qilinmagan. Ko'rishingiz mumkin, pardani holat ideal holatda bitgan. Tog'ay va tog'ay parda qo'yganmiz. Bu tog'ay tagida protez ham bor. Butun tiklangan. Yoniga oldin rasmdan qo'yamiz. Juda ham katta perforatsiya bor edi. Mana solishtirib ko'rasiz o'zingiz ham. Ideal holatda bitgan. Qanaqa bo'ldi? Eshitish sal o'zgarish bo'ldimi? Oldinga qaraganda hozir. Hozir yaxshilandi. Oldin shovqin ham bormi, yo'qmidi? Oldin endi shu 1 oylardan beri shovqin yo'qoldi. Oldin bor edi, Oldin bor edi. Bunaqa bemorlarda ko'pincha shovqin ham bo'ladi, chunki suyakchalar qotib ketgan bo'ladi. Biz o'sha qotgan suyakni olib, o'rniga protez qo'yganmiz va parda o'tirini tiklaganmiz. Ikkita operatsiya bitta etapda ham protez qo'yganmiz, ham pardani tiklaganmiz. Alhamdulillah, ko'rib turibsiz, juda ham zo'r holat va o'zlari ham eshish yaxshilandi, shovqin yo'qoldi deyaptilar. Juda ham zo'r. Kuningiz xayrli bo'lsin, salomat bo'ling.